2026-yilgi Ramazon oyi jahon futboli taqvimi bilan yana bir bor to'qnash kelmoqda. Bu davrda musulmon futbolchilar tongdan kun botgunga qadar ovqat va ichimlikdan tiyiladilar. Bu esa yuqori darajadagi sport musobaqalarida o'ziga xos yondashuvni talab etadi. Yevropaning yetakchi ligalari, xususan Angliya Premyer Ligasi va Angliya Futbol Ligasi bu davrda musulmon o'yinchilarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus o'yin tartib-qoidalarini qayta joriy etmoqda. Angliyada kechki o'yinlar paytida quyosh botgandan so'ng futbolchilar ro'zalarini ochib olishlari uchun qisqa muddatli texnik tanaffuslar beriladi. 2026-yilgi taqvimga ko'ra Buyuk Britaniyada quyosh botishi taxminan Greenwich vaqti bilan 17:00 dan 19:00 gacha bo'lgan vaqtga to'g'ri keladi. Bu esa asosan shanba kuni soat 17:30 da va yakshanba kuni 16:30 da boshlanadigan uchrashuvlarga ta'sir qiladi. Ushbu tanaffuslar o'yin tempini buzmasligi uchun faqat tabiiy to'xtalishlar, darvozadan to'p kiritish, out yoki jarima zarbalari paytida amalga oshiriladi. Jamoa sardorlari va hakamlar o'yin boshlanishidan oldin ro'zador o'yinchilar bor yo'qligini va to'xtash vaqtini kelishib oladilar. Muhim jihati shundaki, bu tanaffusdan taktik ko'rsatmalar berish yoki jamoaviy ichimlik ichish vaqti sifatida foydalanish taqiqlanadi. Futbolchilar odatda suv quvvat beruvchi gellar yoki an'anaviy xurmo bilan og'iz ochishadi. Mazkur an'ana rasman 2021-yilning aprelida Leicester City va Crystal Palace o'rtasidagi o'yindan boshlangan edi. O'shanda Wesley Fofana va Sheikhu Kouyaté uchun o'yin to'xtatilgandi. Angliyadan tashqari boshqa Yevropa ligalari ham turlicha yondashuvlarni namoyish etmoqda. Xususan Niderlandiya Qirollik futbol assotsiatsiyasi va Belgiya futbol assotsiatsiyasi quyosh botgandan keyingi birinchi tabiiy to'xtalishda tanaffus qilishga ruxsat bergan. Germaniyada ham 2022-yildan boshlab shunga o'xshash amaliyot qo'llanilmoqda. Masalan, Mainz himoyachisi Musa Niakatega o'yin paytida suv ichib olish uchun imkoniyat berilgan. Qolganlardan farqli Fransiya futbol federatsiyasi bu borada boshqacha yo'l tutib, tashkiliy neytrallik tamoyillarga amal qilib, diniy sabablarga ko'ra o'yinni to'xtatishga ruxsat bermaydi. Masalan, 2023-yilda Nant himoyachisi Juan Hajam ro'za tutishda davom etgani uchun o'yin qaydnomasidan chiqarib yuborilgan edi. Ko'plab klublar ro'zador futbolchilar uchun mashg'ulotlar jadvalini moslashtiradilar. Sadio Manening so'zlariga ko'ra, Liverpool musulmon o'yinchilarni qo'llab-quvvatlash uchun mashg'ulot vaqtlarini o'zgartirgan. Sobiq Everton futbolchisi Abdullah Dukure esa klublarda ro'zadorlar uchun alohida halol taomlar va kechki ovqatlanish tartibi tashkil etilishini ta'kidlagan. Sport tibbiyot mutaxassislarining fikricha, Ramazondagi asosiy qiyinchilik ochlik emas, balki uyqu rejimining buzilishi va suvsizlik bo'ladi. Ro'zador sportchilarning holati tibbiy xodimlar tomonidan doimiy nazorat qilib boriladi. Mashg'ulotlar yuklamasi va ovqatlanish rejasi individual tarzda tuziladi. Ma'lumot uchun, Angliya Premyer Ligasida ro'za tutishi kutilayotgan yulduzlar qatorida Muhammad Saloh, William Saliba, Ryan Ait-Nuri, Amad Diallo va O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov kabi futbolchilar bor. Xo'sh, siz qaysi futbolchini aynan o'yin vaqtida iftorlik qilayotgan mahal kuzatgansiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va Anhor o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga obuna bo'ling.